Assalomu alaykum, aziz tengdoshlar, talabalar, o'qituvchilar. Bugun sizlar bilan o'tadigan mavzumiz internet global tarmoq nima? Qisqacha qilib aytganimizda internet nima? O'zimni tanishtirishga kelsam, men Qarshi davlat texnika universiteti raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt fakulteti axborot tizimlari va texnologiya yo'nalishining ikkinchi bosqich talabasiman. Endi mavzumizga qaytamiz. Internet bu dunyoning eng katta axborot tarmog'i bo'lib, millionlab kompyuter va qurilmalarni bir-biriga bog'laydi. Bu zamonaviy dunyoning asosiy infratuzilmasi hisoblanadi. Internet bu butun dunyoni bog'lab turuvchi bitta tizim. Keyingiga kelsak, internetning tarixi va rivojlanishi. Internetning ilk bor rivojlanish boshlangan davri 1969-yil. Bu Appanet loyihasidan boshlandi va internetning asosi tashkil etildi. 1990-yilga kelib jahon bo'ylab ommaviylashdi va keng tarqaldi. Bugungi kunda 5 milliarddan ortiq foydalanuvchisiga ega bu tarmoq dunyoning aholisining 60%ni o'zining ichiga jamlab oldi. Internetga bog'lab oldi. Ulantirib oldi, o'ziga ulab oldi. Keyingisiga internetning asosiy tuzilishi. Bu tarmoq darajalari, aloqa vositalari va topologiyalarga bo'linadi. Internetning asosiy tuzilmalari. Tarmoq darajalariga kelsak, lokal va mintaqaviy, global tarmoqlarga bo'linadi va bir-biriga ulangan tizimdir. Aloqa vositalariga kelsak, telefon, liniya, radio to'lqinlar, sun'iy yo'ldosh orqali uzatish. Topologiyalarga kelsak, topologiyalar bu umumiy bog'lam, aylana, yulduzsimon tarmoq konfiguratsiyalaridir. Keyin internet bu butun dunyoni bog'lab turadi. Haqiqatan ham internet butun dunyoni bog'lab turadi. Bir misol, Rossiyadan turib O'zbekistonga telefon qiladi, undan gap ma'lumot almashib, butun dunyoni bir-biriga bog'lab turadi. Global tarmoq chegaralarni buzib, insoniyatning bitta raqamli hamjamiyatga birlashtirdi. Har bir mamlakat, har bir shahar va har bir odam birgalikda axborot zamoni qismi bo'lib qoldi. Hamma shu axborot zamoniga kirib qoldi. Axborotsiz, internetsiz hozir ko'plar hayotini tasavvur qilolmaydi. Keyin kelsak, internetning ishlash prinsipi asosan 4 turga bo'linadi. Ma'lumotlarni paketlarga bo'lish, IP manzillar va DNS yo'naltirishlar, o'zaro aloqa. Ma'lumotlarni paketlarga bo'lish. Bu ma'lumotlarni kichik-kichik qismlarga bo'lish, paketlarga bo'lish deyiladi. IP manzillari va DNS. Har bir qurilma unikal IP manzilga ega va DNS tizimlari orqali nomlar tarjima qilinadi. Yo'naltirishlar, marshrutlar, ya'ni router paketlarni to'g'ri manzilga yo'naltiradi. O'zaro aloqalar, servis va mijoz TCP va IP tarmoqlari orqali ma'lumot almashadi. Sizlarcha o'qib bo'libdi. Internet zamonaviy ahamiyat. Internetning zamonaviy 4 ta narsa kiradi. Bu biznes va savdo, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy hayot. Biznes va savdoga kelsak, biznes va savdoga onlayn savdo hajmi 2025-yildan boshlab $5 trillion oshdi va kompaniya global bozorga chiqish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu katta natija. Ta'lim sohasiga kelsak, onlayn kurslar, masofaviy ta'lim millionlab odamlarni bilim olish imkoniyati berdi va har bir inson o'qish huquqiga ega bo'ldi. Onlayn kurslar bir misol hammani ham vaqti bo'lsa, sharoit bo'lmaydi, sharoit bo'lsa, vaqti bo'lmaydi, ikkalasi bo'lsa ham xohishi bo'lmaydiganlardek, mani vaqtim boru sharoitim yo'q, sharoitim boru vaqtim yo'q bo'lsa, onlayn kurslar bemalol murojaat qilib, o'zim xohlagan narsani olib o'qisam bo'ladi. Masofaviy ta'lim, bir misol ishlayotgan bo'lsam, masofaviy ta'limdan foydalansam bo'ladi. Sog'liqni saqlash, telemeditsina va elektron tibbiy yozuvlar bemorlarga yaxshiroq xizmat ko'rsatishga imkon yaratdi. Har bir bemor ham borganda meditsina yozuvlarini tushunmaydi.
va telemeditsinaga kelsak, telemeditsina axborotlarda hamma narsada, televizorlarda ham meditsina rivojlangan. Bir xil doktorlarga borib murojaat olishdan ko'ra, shunday YouTube'ga yozsak, nima kasallikni yozsak, shunday chiqarib beradi ijtimoiy tarmoq. Bu ham bir internetga bog'liq. Ijtimoiy hayot bu ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashishlar ilovalarni insonlarni bog'lab turadi. Masofaviy kommunikatsiyaga osonlashtiradi. Ijtimoiy tarmoqlar, adashmasam shu, bizga eng mashhurga Instagram, Telegram, WhatsApp. WhatsApp bir chetdagi inson bilan ko'rishib gaplashishni beradi. Qolganlari ham beradi, lekin WhatsAppdan osonroq. Ijtimoiy tarmoqlar, Instagramda shu zerikkandan video ko'rib, shunaqa tursa bo'ladi. Internet bir xillar Instagram pul topadi, biznes qiladi. Hamma har xil yo'lda ishlatadi. Bir misol, internetning yaxshi tomonlari ham bor, yomon tomonlari ham bor. Xohlang yaxshi tomonda ishlating, xohlang yomon tomonda ishlating, lekin o'zingizga ehtiyot bo'lib ishlating. Internet tezligi va global farqi 2026-yil manbasiga kelsak, bu 105 megabayt sekund bu o'rtacha mobil tezlik, 691 eng tez mobil tezlik, 691 megabayt sekund, eng tez mobil bu Birlashgan Arab Amirliklarida mobil internet tezligiga ega. 51 megabayt sekund bu O'zbekistonda mobil telefonlar internet tezligi. Tezlik farqi infratuzilmasi rivojlanish darajasi va texnologik investitsiyalarga kelib chiqdi va ba'zi mamlakatlarda yuqori tezlikdagi tarmoqlar mavjud va boshqalarida esa ancha past. Anakayi asosiy mavzulardan biri, bunga kattaroq to'xtalib o'tamiz. Internetning xavfsizligi va maxfiyligi. Internet xavfsizligi va muammolari. Mani kameramni pastga qo'ysam, ma'lumotlarim ko'rinmay qoldi, tepaga chiqarib qo'ysam, endi mavzu nomi ko'rinmay qoldi. Ko'p narsa ma'lumotlar, shunga sal chalg'maymiz. Kiberhujumlar, maxfiylik, noto'g'ri foydalanish kerak. Kiberhujumlarga har yili kiberhujumlar bo'lib turadi, sodir bo'ladi, ma'lumotlar o'g'irlanadi va dasturiy ta'minotlarga zarar yetkazishga keng tarqalgan. Bir misol kiberhujumlardan biri shu yaqin o'rtada bo'ldi. 15 million aholining ma'lumotlari O'zbekistonda keng tarqalib ketdi. Bu rost yoki yolg'on bilmayman, lekin mana shu manbalar bizga yetib keldi. Nima? Aholini ro'yxatga olishda tarqab ketdi deydi. Aholini ro'yxatga olishga tarqaldi. Hozir ham kichik kiberhujumlar bo'lib turadi, lekin unga ishonib qolsangiz o'zingizga jabr bo'ladi. Bir misol, Telegram ilovasidan sizga sudga chaqiruv, to'yga taklifnoma, sizning rasmingiz, do'stimdan xabarnoma degan har xil apik fayllar kelish boshladi. O'shani ochsang nimadir bo'ladi-da. O'zim ham ishonmasam bir ochib ko'rdim. To'g'ri, Telegram spam bo'lib qoldi. Telegram o'zim nomiga boshqa profildan kirib, meni nomimdan boshqadan pul so'rashgacha bordi. Va o'zim birdan delete account chiqib, o'zim maxfiylik qilib to'g'rilab oldim. Maxfiylik, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish juda muhim. Ma'lumotlarni noto'g'ri foydalanish himoya qilinishi kerak. Noto'g'ri foydalansangiz o'zingizga jabr bo'ladi. Keyingi ma'lumotlar shu. Noto'g'ri foydalanish, eng to'g'ri foydalanish, eng katta internet zararli maqsadda foydalanmaslik kerak. Ishlatish va shaxsiy ma'lumotlarni noto'g'ri foydalanish va ishlatish shaxsiy ma'lumotlarni tarqab ketish va boshqa noqonuniy harakatlarga olib kelishi mumkin. Shu bilan bugungi mavzumiz tamom. Sog' bo'lasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.